Larimizni davom ettiramiz. 13-savol. To'g'ri yozilgan so'zlar qatorini toping. Operativ to'g'ri, lekin mana bu oppozitsiya yozilishi kerak. Bu yerda oppozitsiya yozilganligi uchun ham xato. Keyingi so'zimizda apparat tarzi aytilgani bilan apparat deb ikkita p yozilishi kerak. Qolgani to'g'ri. S javob. Kelinoyi bo'lib ikkita emas, kelin oyi so'zlardan qo'shilyapti. Kelgindi emas, kelgindi bo'ladi. Va D javobimizga hamma so'z to'g'ri. Podval, pianinochi, pidjak so'zlarimiz hammasi o'z top va to'g'ri. D javobimiz to'g'ri. 14. Imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar advokatura emas, advokatura yoziladi. Shuning uchun xato. Apostrof to'g'ri, maslahatomuz to'g'ri, mas'ud to'g'ri. B javobimiz to'g'ri. Mashvarat, mashmasha qo'shib yoziladi. Keyingi so'zimizda esa mash'al shdan keyin tutuq belgisi qo'yiladi. 15. To'g'ri yozilgan so'zi mash'um xato yozilgan, namoyish xato yozilgan, ahbob yumshoq yoziladi, xato yozilgan. Demak, C javob to'g'ri. 16-savol. Agressiya, agronom to'g'ri, abjad to'g'ri yozilgan. Hammasi to'g'ri. Asbob, anjom chiziqcha bilan yozilishi kerak. Asarat emas, asorat yozilishi kerak. Xususan to'g'ri, holbuki xato. Dualist emas, dualist bo'ladi. 17. To'g'ri yozilgan so'zlarni qidiramiz. A javobda esa xulq so'zi xato yozilganligini ko'ramiz. Udda, ko'piya va daprovod hammasi to'g'ri. S javobda ideolog bo'lib ikkita o bo'lmaydi, bittagina ideolog bo'lsa yetadi. Muazzamda ham ikkita a emas, ikkita z bo'ladi. Demak, B javob to'g'ri. 18. Imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatori muallaq emas, ikkita l muallaq bo'ladi. Qolgan to'g'ri deylik. Muattar, mubtalo bu ham xato ketyapti. Muddao bu ham xato ketyapti. Mudir bo'lish kerak edi. D javob to'g'ri yozilyapti. Mavze, mavrid, mumiyo. Mumiyo deb aytganimiz bilan yozilayotganda mumiyo yoziladi. Xo'p, keyingisi 19-savol. Kunbay to'g'ri, kunga boqar to'g'ri, kungurali degani to'g'ri. Endi B javob nimaga xato? Qo'shib yozilishi kerak edi. Qolgani to'g'ri. S javob loaqal, logaritm, logik so'zlari ham to'g'ri. Demak, bizda ikkita A hamda S savol javoblarimiz to'g'ri ekan. Bizda kalitimizda S javobimiz to'g'ri berilgan, lekin A javobini olganlar ham to'g'ri javobni topgan sifatida olamiz, ball qo'shamiz. D logopediya emas, logopediya. Demak, bizda 19 S javob hamda A javoblarimiz to'g'ri ekan. 20. Jubba to'g'ri yozilgan, juvonbaxt to'g'ri, yakibora ham to'g'ri yozilgan. B javobdagi yukinmoq emas, yukunmoq, yumaloq emas, yumaloq yoziladi. S javobdagi yumish emas, yumush yoziladi. D javobda esa kam, namo yozilishi kerak edi. Demak, to'g'ri javobimiz A javob ekan. Mana hurmatli ustozlar, sizlar bilan imlo haqidagi testlarimizni ko'rib chiqdik. Siz bitta testni ishlash jarayonida 12 ta so'zni imlosi bilan tanishasiz. Va mana shunday testlarni qancha ko'p ishlasangiz, shuncha ko'p so'zlarni to'g'ri yozilishini nima qilasiz? Tushunib olasiz, ko'zingizda skrinshot qilib olasiz, buni esingizda saqlay olasiz. Sizlar bilan Nodira Begim bo'ldi. Keyingi test tahlillerimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat